Amerika universitetlariga yozgan inshoingiz bilan hech qachon Buyuk Britaniya yoki Kanadaga kira olmaysiz. Bu 3 ta davlatning qabul tizimi bir-biridan umuman farq qiladi. Bugun siz bilan sizga qaysi biri mosligini ko'rib chiqamiz. Birinchisi Amerika. Bunda holistic approach qilinadi. Amerika universiteti qabullarida sizni nafaqat bahoyingiz, balki shaxsingiz ham muhim. Universitet sizni IELTS, SAT sertifikatlaringizdan tashqari sportdagi yutuqlaringiz, xarakteringiz va dunyoqarashingizga ham qaraydi. Common App orqali esa bitta essay bilan yuzlab universitetlarga topshirish mumkin. Ikkinchisi Buyuk Britaniya. Bu yerda asosan academic focus bo'ladi. UCAS platformasi orqali faqat 5 tagina universitet tanlay olasiz. Bunda personal statementingiz faqat tanlagan yo'nalishingizda bo'lishi shart. Uchinchisi Kanada. Bu Buyuk Britaniya va Amerikaning o'rtasidagi oltin muvozanatdir. Bu yerda ba'zi universitetlar faqat baholarga qaraydi, lekin ba'zilari misol uchun Toronto qo'shimcha jihatlarga ham e'tibor beradi. Xulosa shuki, agar siz har sohada yaxshi bo'lsangiz, ya'ni well-rounded applicant sifatida Amerikani tanlang. Agar faqatgina sohangizda yaxshi bo'lsangiz, Buyuk Britaniyani tanlang. Kanada esa barqarorlik va immigratsiya imkoniyatlarini xohlovchilar uchun eng yaxshi variant. Izohlarda ushbu 3 davlatdan qaysi biri sizga ma'qulligini yozib qoldiring. Men esa sizga qabul talablari haqida to'liq jadvalni beraman.